Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar o'z sahihlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni bir qabristondan o'tayotganlarida, albatta bu endi Madina Munawvaraning qabristonlaridan biri bo'ladi. Go'dak bolaning qabri tepasida yig'lab o'tirgan ayolga ko'zlari tushadilar-da, ittaqillaha deydilar. Ya'ni ittaqillaha wasbiri, Allohga taqvo qil va sabr qil deb aytadilar. Ayol esa payg'ambar alayhisalomni tanimaydi albatta va meni tinch qo'ying, mening boshimga tushgan narsadan siz bexabarsiz degan ma'noda jerkib beradi. Rasululloh esa yo'llarida davom etib ketadilar. Bu voqeaga guvoh bo'lganlar ayolga tanbeh beradi. Nima qilib qo'yding sen axir? Rasulullohga yomon muomala qilding degan mazmunda. Shunda ayol uzr so'rash uchun payg'ambar alayhisalomni izlab keladi. Rasul alayhisalomning uylarining eshigini oldida eshik og'alari, soqchilar yo'qligini ko'rib hayron qoladi. Va ichkariga kiradida, "Ya Rasululloh, men sizni tanimabman. U qabrdagi bola mening bolam edi. Uning musibati og'ir bo'lib, alamiga chiday olmayotgandim. Sizga ozor berib qo'ydim. Kechiring" degan ma'noda havola qiladi. Shunda Hazrat payg'ambar alayhisalom juda ham go'zal bir xulq ko'rsatadilar. Ya'ni o'pkalamaydilar, "Sen meni xafa qilding, qo'pol muomala qilding" demaydilar, balki to'g'ridan to'g'ri masalani yechimini taqdim qiladilar. Aytdilarki, as-sabru inda as-sadmatil ula. As-sabru inda as-sadmatil ula. Haqiqiy sabr musibatning avvalda qilinganidir dedilar. Ha, musibatning avvali eng achchiq vaqtidir. Inson chidashi og'ir bo'lgan vaqt musibatning avvalidir. Ana o'sha vaqtda sabr qilish o'ta og'ir bo'ladi. Lekin kimdir irodasini mustahkam qilib, o'zining nafsini jilovlab, musibatning avvalida sabr ko'rsatsa, albatta uning sabri eng oliy sabr bo'ladi. Qaysiki egasiga mukofot beradigan, egasiga savob keltiradigan go'zal bir sabr bo'ladi. Demak, odatda musibatga uchraganda 2-3 kun davomida juda ham talvasaga tushib, 2-3 kundan keyin bu qazoga bir oz ko'nikkandan keyin endi sabr qilyapman deyish to'g'ri sabr qilish bo'lmaydi. Aynan musibatning avvalida qilingan sabrgina haqiqiy sabr bo'lar ekan.